Gulchi, men uyga ketyapman. Bir hafta bo'lmadim uyda srочный ishxonadan komandirovkaga jo'natib yuborishdi. Choy poy qo'yib turgin. Voy adajonisi, mayli, asosiysi qaytdingiz, voy bilasizmi? Bir hafta rosa sizni o'ylab, yuragim siqilib ketdi. Javob ham bermadingiz, telefon qilsam, SMSlarimga ham umuman javob bermadingiz. Voy, erim ikkinchi oilasi bormikan, bizani tashlab ketib qoldilar. Nima qilaman deb shunaqa qo'rqib ketdim adasi. Voy, soобщение yozganingizga rahmat. Bo'ldi, hozir uylarni yig'ishtirib o'tdim-da, endi hozir kiyimlaringizni dazmollab qo'ymoqchi edim. Nima ovqat qilib qo'y adasi, kelishingizga, qo'y ovqatingizni pishirib beraman. Nima qilib beray eting? Jon ishxonadan srочный komandirovkaga ketadigan bo'lib qoldi. Kartanga pul tashab qo'ydim, kamkosliga ishlatishing uchun. Sizlarni yaxshi ko'raman, o'zinglarni asranglar, bolalarni ehtiyot qilgin. Yana bitta narsa esimdan chiqibdi, bolalarni maktabiga pul to'lash. Iltimos shu kartadan bolalarni maktabiga ham pul to'lab qo'ying. Yetib borishim bilan sirazu aloqaga chiqaman. Xo'p bo'ladi adasi, men sizni tushundim. Aytganingizdagi, siz tashab ketgan pullarni olib, maktabga, bog'chaga to'lov qilib qo'yaman. Xavotir olmang. Aloqaga chiqib turing, biz xursand bo'lamiz. O'zingizni asrang, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz.